Bizga durang ham o'sha yo'llanmani taqdim etadi, orzuyimizdagi yo'llanmani, ammo yigitlar durang uchun o'ynaymiz deb tushmaydi. Ular g'alaba uchun jang qilishadi. Chunki bilamiz, durang uchun maydonga tushgan jamoa aniq yutqizishi tayin, chunki 90% bu narsa ko'rilgan tajribalardan. Do'ron Fayziyevni keyingi ikkita uchrashuvga Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekistonga va O'zbekiston Qatarga nisbatan taxminlari desam to'g'ri bo'lar. Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi uchrashuvda 2-0 hisobida g'alaba qozonamiz. Qatarni 3-1 hisobida yengamiz. Demak, 6 ochko bo'lyapti. 4 ochkoga quvsam bo'laman, lekin niyatim 6 ochko. Futbol ishqibozlarida Do'ron ozgina xavotir bor. Endi qandaydir bir ta'sir o'tkazishga harakatlar bo'lishi mumkin, ammo bu fakt emas. Shuning uchun biz yaxshilikka umid qilamiz. Agar biz o'z o'yinimizni ko'rsatib, ulardan ustun ekanligimizni ko'rsatsak, hech kim va hech narsa bizga xalaqit qila olmaydi. O'zbekiston milliy terma jamoasida oxirgi o'yinlarda ko'ryapmiz, xarakter shakllangan, kambeklar oshgan, albatta u yerdagi bir provokatsiyalarga, simulyatsiya holatlariga va arablarni bir arab futboli bor-ku, yerda yotib olib simulyatsiya qiladigan, unga uchmaslik holatlari albatta shakllandi ancha. Gol ursa bo'ldi, u yog'iga ularning o'zi shoshib qoladi.